Bugungi videomiz Greenleaf'ga hamkor bo'lgan va hamkor bo'lmaganlar uchun manfaatli bo'ladi. Qani ketdik. Greenleaf deganda ko'pchilik faqat shampun va kir yuvish vositalarini tushunadi. Aslida esa men sizlarga bugun Greenleaf'da bitta inson ehtiyoji uchun nima bo'lsa barchasi mavjud ekanligini isbotlab bermoqchiman. Qani ketdik. Greenleaf'da yeldili dushlar va bu yerda xilma-xillari, men aynan shuni oldim va jiddiy milalarimiz ham xilma-xillari mavjud. Gellarimizni ham xilma-xillardan mavjud. Men aynan mana shu mahsulotni sevib ishlataman. Bu yerda kapsulalarimiz ham xilma-xillari bor. Xo'p, zubnoy pastalarimiz detskiy, kattalar uchun probiotikli, protiv karies. Men yaxshi ko'radigan zubnoy pasta mana shunday ajoyib probiotikli pasta hisoblanadi. Bolajonlarimizni kiyimlari uchun busterka gellardan va bolajonimizni cho'miltirish uchun mana bunaqa ikkitasi birda shampunlari, xolodilnik uchun dezodoratorlar. Mana bu joyda uylarimiz uchun освежителlarni xilma-xilidan bundan oldik va mashina uchun mana bunday ko'rinishdagi освежителlar ham bor. Shotkalar, butun oilaga kerakli bo'lgan mana bunday aktivni ko'mirdan tayyorlangan shotkalar. Bu yerda detskiy va kattalar uchun noskilar bularni ham oldik. Xo'p, endi unitaz, vannalarni yuvish uchun bu tiqilib qolgan trubalarni tozalash uchun mahsulotimiz. Mnogofunksionalli spreyimiz. Men qozon tozalash uchun bez perchatka ishlatiladigan bu mahsulotdan olaman. Va uy uchun pastida yuvish uchun mana imberlilarni olaman va bu yerda bu pastidagilarimizni xilma-xilidan bor azizlar. Bu tomonda shampunlarimiz, butun oila uchun esa men aynan mana shu 1 kilogramli shampunni tanladim. Bolajonimiz uchun albatta pampers olish ham kerak. Pamperslarimizdan, ya'ni tagliklari, oshxona salfetkalari bu yerda va ishdan charchagandan keyin albatta bel va oyoq patchlari. Bundan tashqari hamma taksilardan tozalash uchun aloe kapsulalarimiz, ko'z uchun mana bunday zreniyani tiklab beruvchi tabletkalarimizdan, butun oila ichishi uchun jo'xorli choylardan olamiz. Va eng zaruri bizga mana bu joyda immunitetni ko'tarib beruvchi kadisepsli kofelar azizlar. Azizlar, bizda mana shunday butun oila ichishi kerak bo'lgan multivitaminli kompleks to'plam, hattoki tuya sutlari ham bor. 3 yoshdan boshlab barcha ichsa bo'ladi, hattoki homilador ayollarimiz ham. Endi mana azizlar, kosmetika bo'limiga keldik. Bu yerda oqartiruvchi, yuzni demak namlantirib beruvchi tonerlarimiz ayollar uchun hammaga kerak va ajinlar uchun glavronoviy kislotalarimiz, ya'ni kremlarimiz va hamma ishlatsa bo'ladi, bolajonlar ham ishlatsa bo'ladigan namlantiruvchi kremlarimiz va bu tomonda umyvalkalarimiz, pilinglarimiz, dezodorantlar. Mana bu dezodorantlarimiz haqida alohida video qilib chiqaraman hali. Juda lechebniy xususiyatga ega va krem pudrani o'rniga ketadigan mana bunday ajoyib kremlarimiz ham mavjud. Mana qo'limni yarim qismiga suraman va e'tibor berishingizni so'rayman. Mana hech qanday effektlarsiz bitta qo'lda mana 2 xil effekt. Mana shunaqa pudrani o'rniga ketadigan, ham namlantirishga va dog'larni olib beradigan ajoyib kremlarimiz mavjud. Bundan tashqari quyoshdan himoyalovchi sonsiz ashnachilarimizni xilma-xilidan. Endi didga qarab o'zingizga yoqqanini tanlab olaverasiz. Albatta bu xillaridan yuvinish uchun sovunlar, sonsiz ashni demak kremlarimiz. Men aynan mana shu kremni ishlataman. Makiyaj o'chirish uchun salfetkalar, tonalka SPF 50 lik, xohlasangiz bunaqalardan ham ishlatsangiz bo'ladi. Va yuvinish uchun echki sutli sovunlar, shidan tayyorlangan, allergiyaga qarshi va bu yerda ugriga qarshi sovunlarimiz. Bundan tashqari juda ham deyarli 50 xildagi sovunlarimiz bor. Tanlab o'zingizga kerakligini olaverasiz. Biz oila uchun faqat mana shu shey sovundan ishlatamiz. Sababi shey sovuni tinchlantirish xususiyatiga ega azizlar.
va o'smir yoshidagi yigit va qizlarda o'g'rilar paydo bo'ladi. Aynan mana shu komedon o'g'rilarni yo'qotish uchun mana bunday morskoy soldan iborat bo'lgan sovunlarimiz ham bor. Xo'p, mana bu yerda antibakterialni sovunlarimiz aloelar, kichkina va kattasi va eng yaxshisi Cialux brendiga ega bo'lgan mana bunday parfumlarimiz. Cialux degani lux, ya'ni eng yuqori qatlamdagi insonlar ishlatadigan mahsulot degani. Hidi juda ham ajoyib mana. Siz ham hidlab ko'rishingiz mumkin. Qanaqa zo'r. Xullas azizlar, mana shuncha mahsulot, hali ulgurmaganim qancha bulardan. Bu yerda gigiyenik vositalar to'plami. Agar mahsulotlarimiz yomon bo'lganda, mana shuncha mijozlar mahsulot uchun talashmas edi. Azizlar, eng muhimi sizlarga aytishni unutibman. Greenleafda hattoki hojatxona qog'ozlarigacha mavjud. Bu bilan nima demoqchiman? Bugun Greenleafni muhokama qilayotgan azizlar, bu sizlarning diqqatlaringizga. Sababi Greenleaf laxatron, Greenleaf bunaqa deb yurgan paytingizda siz qora bozorning ximikatli mahsuloti bilan oilangiz a'zolarini zaharlayotganingizni o'zingiz anglamayapsiz. Afsuski, bu sizni tanlovingiz. Greenleafga hamkor bo'lgan barcha insonlar asosan bu joyga o'z oilasini sog'ligi uchun kirishadi va Greenleaf mahsulotlari 100% tabiiy mahsulotlar. Shunday ekan azizlar, tanlov va qaror sizdan.